Assalomu alaykum. Bugun bir taqsim cosinus x integralning boshlang'ichini ko'rib chiqamiz. Buni ishlash uchun biz birinchi o'rinda integral bir taqsim cosinus x ko'paygan mana shu ifodani biz bir taqsim cosinus x plus sinus x taqsim cosinus x ga ko'paytirib bo'lib olamiz. Xuddi shu ifodaga bo'lsak, bilamizki, ifodaning qiymati o'zgarmaydi. dx. Xo'sh, undan keyin mana bu berilgan ifodani yuqoridagi suratning o'ziga ko'paytirib yuboramiz. Suratning o'ziga ko'paytirib chiqadigan bo'lsam, bir taqsim cosinus kvadrat x plusdan sinus x taqsim cosinus kvadrat x taqsim bir taqsim cosinus x plusdan sinus x taqsim cosinus x ko'rinishga keladi. Ana endi mana bu maxrajdagi ifodani biz u deb bellashtirib olaman. U teng bir taqsim cosinus x plusdan sinus x taqsim cosinus x da. Ana endi u deb belgilagan funksiyamizni bilamiz. Bitta boshlang'ich hosila olishimiz mumkin, ya'ni du degani. Mana undan hosila olamiz. Ya'ni bu tomondan to'liq hosila olishimiz kerak bo'ladi. Hosila oladigan bo'lsam, du bir taqsim demak cosinus x minus birinchi daraja deb yozib olaman. Plusdan buni tanginus x deb olamiz. Tanginus x dan har biridan boshlang'ich olamiz. Boshlang'ich deb hosila olamiz. Hosila oladigan bo'lsak, cosinusdan minus sakrab tushadi oldiga, cosinus minus 2x bo'ladi. Bu murakkab funksiya bo'lgani uchun cosinusni o'zidan ham bitta hosila olishimiz. Cosinusdan hosilamiz minus sinus bo'lgani uchun mana plyus bo'lib ketadi. Cosinusdan boshlang'ich sinus x bo'laveradi. Plus tanginusdan boshlang'ich bilamiz bir taqsim cosinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Demak, bu ifodani soddalashtiradigan bo'lsak, suratda sinus x taqsim pastda minus daraja pastga tushib ketadi. Cosinus x plus bir taqsim cosinus kvadrat x dx holatga keldi. Ya'ni du'miz mana shu du'miz shu ifodaga teng bo'ldi. Ana endi bu yerdan biz dx ni topib oladigan bo'lsak, du taqsim mana ifodamiz to'liq pastga bo'linadi. Ya'ni sinus x taqsim cosinus kvadrat x plus bir taqsim cosinus kvadrat x ko'rinishga keladi. Ana endi yuqorida mana bu funksiyani bizlar u deb bellashtirgan bo'lsak, bizdan integral bir taqsim cosinus kvadrat x plusdan sinus x taqsim cosinus kvadrat x taqsim u turibdi. Bizda mana uni u deb bellashtirganmiz biz. Ko'paygan dx o'rniga men mana bu ifodani olib kelib qo'yaman. Mana ko'paygan dx o'rniga men du taqsim sinus x taqsim cosinus kvadrat x plusdan bir taqsim cosinus kvadrat x. Mana bu ifodalarim bizda ixchamlanadi, ya'ni qisqarib ketadi. Bizda ko'rinish integral du taqsim u holatga keladi. Bundan bilamizki, bir taqsim udan boshlang'ich ln modulda u ko'rinishga keladi plus s. Ana endi biz nimani u deb bellashtirgandik? Ln modulda u deb bellashtirgan ifodamiz mana bu. Bir taqsim cosinus x plusdan sinus taqsim cosinus bu bizga tanginus x deb beradi plus s. Biz javobimiz mana shundan iborat.